Enlikte hürmetli vatandaşlarım bir analiz kılaylı kısıkça yağmur yığıp kelivatıdı. Şundak bolsun mu sözlümesek bolmaydı bugün. Çünkü biz Otur Asiya meselesi toktaldık. Tacikistan'a teritoriya talebi koyganlığı, bivasta Kazakıstan'a teritoriya talebi koymağanlığı belki men adam bolsam mı yak eski bolsam mı şundak oylayman ki bu yerde Uygur Kazak, Uygur Kırgız, Uygur Özbek degenin etnik yaki keliş menbiyi yaki Türkologiya asasida aytgan Türkçülük nokta nazarda aytganda bir gavda milletler. Sen bilen meni mendek eskilan çıkarıp etkende bu milletler bir gavleşken milletlerdir. Xitay hükümeti hazır teritoriya talebini bivasa Kazakistan koyma Tacikistan koyganlığı Tacikistan bunun sırtındaki milletler qarawatıdı. Xitay hükümeti Tacikistan teritoriya talep koydu, lekin Taciklar mo okşaşlı Otur Asiya halkıdır. Mesela Türkler qayerda yaşaydigan bolsa Taciklar ham şu yerda yaşaydı. Bu tarihi an'anadır. Şuna Tacikistan hem Otur Asiya'nın bir kısmıdır. Bugün Tacikistan'a teritoriya talepe koygan Cumhur hükümeti Kazakistan koyam diyor. Hazır Kazakistan'a teritoriya talepi emas. Bütün Kazak zemini bu benim devletimnin teritoriyası idi depti. Anla Kazakım, Karagım. Anla, hazır endi bunu tahlil qilib keleyli. Biz başka yeni vaziyetke ayrılma, yeni vaziyetke tatbiq qilmasak mı? Kore'den kelyapatgan sözlerni aytganda Otur Asiya, Rus bilan Xitoy o'tirisidagi o'tiri belbaq. Burayni Rusya bu tarafını mustamlik qildi, burayni bu tarafını Xitoy mustamlik qildi. Taqdir shundoq buyurdi. 91-yili Rusya parçalandı. Otur Asiyada qarindosh millatlar mustaqil bo'ldi. Biz şu kunlarda keçilep 91-yili keçilep uxlamay olturup Kazakның mustaqillığını, Kırgızның mustaqillığını, Özbekның mustaqillığını tantana qildik. Keyin qarab yetdik ki etnikdaşlık, takdirdaşlık, dindaşlık ve qarindaşlık degan sözlerning üst siyaset aldıda hiç narsa emas ekan. Keyingi bolup ötken işler, mesela 99-yili, 88-yildagi işler, mesela Otur Asiyadagi işler, Otur Asiyaga siyasi panalık talep çıkan Uygurlarning tatkan azap okuvetleri, ahuzarları, Xitoyga tapşırıp bir işlerini elib etqanda bugün tugidi tinchidi deyle, endilikdiki nöbet hazır demek Kazakistan bilen Tacikistan'a geldi degen gap. Karagım, Kazagım, sen endi biz tatkan sinfi kurashning ta'minini tetib bakadigan boldingmi? Endi Tacikistan ve Kazak halkı onçu bolup ketmez. Hala bugünkü günde onçu bolup ketmez. Şundakla burut qo'yishdan, sakal qo'yishdan qandaq dert elip keldiganligini sen mi tatasan mı? Kazakistan, Kazagım, Karagım, Tacikistan halkı. Hazır Xitoy müşek keldi. Endi yeni vaziyetke tatbiq qilsak, çünkü hazır Xitoy gayet zor devlet, gayet kuchaygan devlettir. Hazır endi Otur Asiya'dan aylık çıkıp Şarkı, Şimal Asiya'daki vaziyet dikkat kılsak, hazır bir haber görüp çıktım deydi ki, muş yılın ahırıgacha Kim Jong-un Çavuşen'de vazifeden qilishi mümkün deydi. Demek muş yılın ahırıgacha Kim Jong-un Çavuşen'de vazifeden qaladigan bolsa, Çavuşen yerim arli tinch yolu bilen hal boldi degan gap. Muşunun uchun Reis Xi Jinping qo'shilgan emish. Yani birisi de biz sizlerge sözleyatkan Govingui meselesi. Govinguy'nun bugün en ahırkı maksidi deptu Şitao degen televiziyası da. Bu adam ne deydi? Govinguy'nun en ahırkı maksidi hem Reis Xi Jinping. Bunun maksidi türmedeki boş ilayını elip çıkış deydi. Eğer bunda kıladigan bolsa, biz şahsen ben üzem Reis Xi Jinping'ni kollayman ki, onun Şinjan siyasını mədi koyup doğanda, ben evvel Reis Xi Jinping'ni kollayman ki, boş ilayını kollamayman. O boş ilay degen özünün keyiki ifadesi de bütünley Mao'nun parası bop oturga çıkan adam. Vaziyet mana şuya keldi. Başta aytdim. Amerika Qo'shma Shtatlarning yordamchi davlat ishlar kotibi So'zun Toronton xonim Beijingda paydo bo'ldi. Demak, Beijingda paydo bo'lgan ikki jumla so'z turdim. Çavuşenning vaziyati intayin jiddiy. Şuna ciddi vaziyetni ciddi bir taraf qilish kun tartibga keldi degan so'z turdi. Moşunda ahval aslında hürmetlik vatandaşlarım bazı ötkende biz sizlerle leksiyelerimizde sözüldük, analizimizde sözüldük. Hazır Cungo nayeti zor, gayet bir zor özgürlük devrine qarab ketiyotydy. Bu 19. kurultayda şundak bulamdı yak 19. kurultayga yetip bağıcı aralıkta şundak bulamdı bunu düşüngili olmaydı. Lekin hazır oturga çıkan 4 nefer adam mesela Amerika'da yaşaydigan Jim Pokin bu siyasi obzorchi adam. Ondan keyin Winjow, o yeniden çıkan bir yaş balı iken.
Ondan keyin anda Amerika Ovozi Radiosuning munoziri biti. Xepin degan odam. Ondan keyin andan nima shouning deydigan bir odam. Mo'shalar andan Sao Changcheng. Buning ismi man ta'sir etgan deyolmayman. Bu odam Floridadik odam, bu odam. Anda Chimpokong, andan Shitauning maxsus radio televiziya stansiyasi bu odam. Uzundan tortib Jungoning aql masalalarini so'zlayotgan odam. Bu adamlarning hozir 2 kundan beri so'zlayotgan so'ziga qaraganda Jungo Kompartiyasining halokati yoki Jungodagi o'zgarish. Tunugin biz analizimizni dedik, ular dediki, Jungoda hozir prezidentlik tuzumini yo'l qo'yish yoki Xitoyning tili bilan aytganda burjuaziya, ijtimoiy tuzum, siyosiy tuzumni yo'l qo'yish. Prezidentlik tuzumi Xitoyning nazarida shunday. Amaliyot dunyoda har qanday davlatlar qo'llanadi bu tuzumni. Ikkinchisi 7 nafar siyosiy doimiy hay'atni elib tashlash. Bundan keyin Jungoning hokimiyat shakliga siyosiy hay'atlarni yoki changmi doimiy hay'atlarni qo'ymaslik. Bunda siyosiy tuzumni bekor qilish. Üçüncüden hazır ihtimalligi belki bu rastdektir hazır 19. qurultay mush yilning oxirida echiladigan bo'lsa hozirgacha Reis Xi Jinping izbasar tarbiyalash deganni yoki izbasar qo'yish degan masalani o'tirib ko'tarib chiqmadi. Şunadan qaraganda izbasar qo'yishni bekor qilish. Izbasar qo'yishni bekor qilish degan so'zning bevosita ma'nosi Jungoda saylam, demokratik saylam elib berish. Demokratik saylam orqali prezidentni saylash tuzumi o'tadigan bo'lsa, Jungo bir demokratik jamiyatga kirgan bo'ladi, hurmatli vatandoshim. Moshundoq vaqtda masalan Chavshanning vaziyati, Jungoning ichki o'zgarish vaziyati, Uyg'urning kelajagiga qanday ta'sir ko'rsatdi bu intayin og'ir masala, hurmatli vatandoshim. Hozir men shuni qaraymanki, hozir chet ellarda Uyg'urlar uchun yangi bir go'mashda tayyorlash harakatimi faol qanot yaydirilib bu ishmiga tayyorlik qilinib. Biz mayli tayyorlasang tayyor, lekin gap shundoq deymizki, Uyg'urning kelajak taqdiri nima? Men tashabbus qilayotgan shu yo'l shu narsadan iboratki, Uyg'ur hech qachon hech kimdan mustaqillik talab qilgani yo'q. Kechiring apandim, hurmatli apandim. Uyg'ur 1944-yil 11-oyning 12-kuni 3-qatim qurilgan jamhuriyatni asli keltirdi. Belki xalqaro yig'inda, xalqaro siyosiy tabaqada setilib ketgan bichora millatning siyosiy hokimiyatini asli keltirdi. Uyg'ur shuning uchun o'zining davlat rahbari, murabbiysi, davlat arbobi so'z bilan Xitoy o'rtasida suiqasd bilan o'ldirilgan Ahmadjon Qosimining delosining xalqaro jamiyatga oshkor bo'lishini talab qildi. Uyg'urning bundan boshqa maqsadi yo'q. Shunga mundaq ko'z qarashdagi odamlar biz sizlarga aytaylik, hurmat vatandoshlarim, hech qanday yerda biz yaxshi kunga qolmaymiz yoki yaxshi e'tiborga erishmaymiz yoki yaxshi qo'llashga erishmaymiz. Xalqimiz nadan, tarixdan biri nadan, 30-yillarda nadan, 40-yillarda nadan, hozir nadan. Xalqimiz intayin nadan. Hurmatli vatandoshlarim, bugungi vaziyat mana shu yerdan mushagacha, demak, hozir Sharqiy Shimoliy Osiyoda Chavshanni qanday bir taraf qilish masalasi, prezident Trampning siyosati bo'yicha qanday bir taraf qilish. Hozir boshda so'zildi, 64 nafar kongress a'zosi prezident Tramp hukumatiga xat yozib, Chavshan masalasi tinch yo'lda hal qildi. Bu Amerika Davlat Majlisi tarixida bo'lib boqmagan bir ishga. Tushundingizmi? 64 nafar kongress a'zosi Chavshan masalasi tinch yo'l bilan. Bu bir chaqiriq, bu bir amaliy kerak. Amaliylashgan vaqti bo'lsa, Chavshan masalasi tinch yo'l bilan hal qilish, uning ustiga yana nima kelib bordi? Hozir men Jungoning vaziyatini sizga so'zlab kelyapman, hurmatli vatandoshim. Mushundaq ahvol ostida zaruriyat Chavshan masalasini tinch yo'l bilan hal qilishdan iborat zaruriyatdir. Jungoda agar bunday zo'r o'zgarish bo'lgan bo'lsa, Chavshan yerim oralida urush deydigan narsa yuz beradigan bo'lsa, u vaqtda dunyo baqqalaymiqan bo'lib ketadi. Anda Jungoning bu siyosiy islohotni agar elib berish mumkin bo'lsa, u g'alaba qilolmaydi, qozonolmaydi, ham uni davomlashtira olmaydi. Shunga Jungoda bo'layotgan o'zgarish uchun agar rasul bo'lsa, Gobingoyning
Çinpokung'un, Şıtav'ның sözlügen sözü rast bulduğan bolsa, Cungo'da yüz burduğan özgürlüş tinç yolunu erip verilse, şundak ahvalda, şundak şaraytta Çavuşan meselesi, yadrosuzlaştırış meselesini mi tinç yoldan elip veriş, tinç yoluyla elip verişti. Bugün Amerika Devlet Meclisi'nin 64 nefer azası Prezident Trump hükümeti xat yeziş arkalı görsettiği degen gap. Hazır aytqanda Çavuşan meselesinin ciddiligini Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet mahkemesi Asiya işleri bo'yicha yordamchi devlet katibi sözün Toronto hanımның ciddi halde Beijing'e yetip bağlılığı. Biz başta dedim ki Reis Xi Jinping'nin qo'shilishi asida ma'qullığını ağandan keyin Kim Jong-unni mush yilning oxirigacha Çavuşan'da vazifasidan qoldirish. Vazifasidan qoldirish bu xalqaro besim orqali bo'lamdi yoki boshqa shakllar orqali bo'lamdi, buni bilmayman. Vaziyat mana shu yerga yetdi. Shundaq vaqtda Uyg'ur xalqimi seriladigan vaqt keldi.